yer dehqonlarga, xotinlarga, zavod ishchilariga Myunxen rabotlarini kezdik. Germaniyada saylovda xavotir bilan kuzatdim. Birinchi marta Rossiyadagi migrantlarimiz soni 1 milliondan kamaydi-da. 8-sinfga trigonometriya o'tish kerak bo'lgan. Mana darsliklar bilan bog'liq bo'layotgan eksperimentlar mavzusi tabu, bilasizmi? Agar ko'chirgan bo'lsa plagiatga kirib qoladi-ku, chunki muallif boshqada. O'zi Yevropa himoya ostida emas edi ekan o'zi aslida. Keladigan foyda bilan chiqadigan, ya'ni olinadigan qarz muvozanati bir xil bo'lishi kerak. Toshkent metallurgiya zavodi qurilish bilan davlat shug'ullanmasa kerak. Shu yashaydigan joyimdan Toshkent tumanidan shahar markaziga 40 minta kelarmiyman? Yomon tarixmi, yaxshi tarixmi, shaharni qancha yaxshi ko'rish kerak? Nima bo'lgan taqdirda ham Buxoro to'g'risida xavotirlar berildirilgan UNESCO tomonidan ham. Qishda sovqotmayapsizlarmi? Sizdan so'raganmidi? Ha, so'raganda. Qaytdi narxlar. Narxi qaytdi. Mana endi Yevropa muzlaydi deb rosa umid qilishdi. Yevropa yana muzlamadi-da. 2 minut, 3 minutga informatsiya berish qiyin-da, birinchidan umuman informatsiya. 2 minutlik, 3 minutlik informatsiya aynan ommaga, mana natsional sotsializm aynan oson narsalarda aytgan-ku, kommunistlar ham. Yer dehqonlarga, xotinlarga, zavod ishchilariga. Mana shunaqa narsalar ketadi-da, tushunyapsizmi? Aynan yangi davrda, texnologiyalar davrida odamlarni boshqarish oson bo'lib qolganligi va Twitterda ham xuddi shunaqa makonga aylanib qolayotganligi, chunki qisqa xabarlar. E'tibor berasizmi? Twitterda mashhurligi qisqaligi bilan bog'liq, ommani boshqarishga qaratilganda. Ya'ni boshqardi ham kim Elon Musk. E'tibor bersangiz, uzun materiallar, uzun maqolalarda o'quvchisi karrasi ekan bo'ladi. Ya'ni fundamental voqelikni, muammoni fundamental tushuntirish uzun tekstlar talab qiladi. Uzun tekstlarda o'quvchisi bo'lishini talab qiladi. Ular kam. Ha. Sharof Rashidov, o'zingiz uchun tashabbus qilish uchun. Sharof Rashidov ko'chasi, mana Mustaqillik maydonidan oldin o'tadigan, o'sha yer, Islom Karimov ko'chasi, o'sha hudud, mana Islom Karimov borib, Amir Temur ko'chasiga boradi. Amir Temur bu yoq Navoiy ko'chasining oralig'ini to'liq piyoda yuradigan hudud qilib e'lon qilish. Bu yaxshi fikr. To'liq yopib bo'lmaydi. Yo'q, politsiya, tez yordam, shu yopish kerakligining sababi u yerda aholi hududi ham yo'q-da. Qarang, aholi yashamaydi u hududda. Domlar yo'q, ya'ni yashash domlari yo'q. Tashkilotlar bor, mana Markaziy bank bor, prokuratura bor, bu yerda banklar bor va hokazoda. U Moliya vazirligi bor. Bu tashkilotlar bemalol piyoda kelaveradi. Metro eng asosiysi u hudud ichida 2 ta metro stansiyasi bor. 2 ta stansiya bor. Menda bitta ideya bor. Mana shuni proyektini, taxminan konseptini qilib videoga ham qilmoqchi niyatim bor YouTube'da. O'z modernizm bor-ku, Toshkent modernizm. O'sha Toshkent modernizmda siz aytgan hududda skopleniyada u. Kosmonavtlardan boshlanib, muzey, Akademiya xudojestv, keyin bu yoqda Sharq. Aslida Tsum ham kiradi. Tsumni polniy buzib qaytadan qilib nima qilsa bo'ladi. Qayta joyiga tiktirlasa bo'ladi. Yozib olingandir, qo'yib yuboraverasizlar orasiga qora qilib turib, Lolazorda biz shuni qilamizda, backstage bu orada shunaqa muhim gaplar hozir gapirib qo'ygan bo'lsak, misol uchun piyoda yurish zonasi bo'yicha shunday qo'yib yuborsanglar bo'ladi. O'sha spotlarni naqsa bo'ladi. Ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Olmoniston loyihasini keyingi sonidamiz. Qanday? Olmoniston. Mana bugungi mehmonimiz O'zbekistondan tashrif buyurgan Otabek Kabakirov. Otabek aka, xush kelibsiz. Podkastimiz nomini ham bilmas ekansiz. Shunda ham rozi bo'lib kelganingizga. Yo'q, men yangi podkast, Olmonistonni bilaman. Olma ostida degan yangi podkast bo'ldimi ekan deb o'ylabman. Yangi nom. O'zgartirsak ham bo'ladi. Olma ostida yaxshi nom, lekin. Men hozir tinch, rahmat. Hozir Husanjon bilan hozir 3 kishi bo'lganimizda hali yangi podkast olinyaptimi deb o'yladim-da. Yangi Olmonistonningizni ko'rganman. Birinchisi Qobilbek bilan olganingizni ko'rganman men. Qobilbek kamdan kam o'zi podkastlarga boradi-ku. Qanday rozi qilgansizlar bilmayman. Qobil aka. Uni kamera oldida tanitamiz uni. Qanday kitoblar yozsak bo'ladi. Keyin so'z ishlatdingiz, tashrif degan so'zni u kattakonlarga nisbatan ishlatiladi, tashrif degan so'z. Biz prosta Myunxenga keldik. Va Myunxenga bu safar oldingi 2 ta safardagidan farqli ravishda ko'proq muddatga, ya'ni oldin bir necha soatga kelib, ya'ni Myunxenda his qilmagan bo'lsam,
bu safargi kelishimda men his qilyapman Myunxenda. Bugun kecha ko'p shaharda aylandik. Hatto shahar atroflarini ham kezdik. Shu so'zni ishlatib ketaylik, kengaytirish uchun Myunxen rabotlarini kezdik. Faqat kentni emas, rabotlarni ham kezdik. Husan aka, biz doimiy o'zimiz birga endi podkast olib boramiz. Husan aka, xush kelibsiz ham. Mana men. Marinat. Boshlab yubordik. Otabek aka, bu safar o'zi Myunxenga sizni qaysi shavollar uchirdi? Shundan boshlaylik. Hop, Navro'z uzun ta'tillar bilasiz, mana yurtimizda umuman bayram shukuhi kezib yuribdi. Uzun ta'tillar shu munosabat bilan va keyin Ramazon oyi ham bilasiz, uzun ta'tillardan iborat bo'ladi. Bir necha kundan keyin shu bahona shunaqa bir payt bo'lib qoldi, 2 haftalik bemalolroq payt bo'lib qoldi va shu paytdan bir maqsadliroq foydalanishga hech qachon nimada kelmagandim bahor paytida. Shu bahor paytida ham bir kelib aylanib ko'rib va oxirgi oylarda jahonda, xususan Yevropa ittifoqida bo'layotgan o'zgarishlarda shu sizlar vatandoshlarimiz qanday his qilyapti, qanday o'tkazyapti, shularni ham bir bilish maqsadida ham keldim endi. Ana ijtimoiy so'rov deysiz. Ijtimoiy so'rov. Mana misol uchun kechadan buyon eng ko'p gaplashgan temamiz mana shu oxirgi Tramp hokimiyatga kelgandan keyin yangi ma'muriyatni qilayotgan ishlarini, Yevropa ittifoqiga ta'siri, Rossiya bilan munosabatlarni, ya'ni Trampni yana boshqatdan situatsion ittifoqchiga aylanib, Yevropa ittifoqiga nisbatan ko'rayotgan choralarini qanday Yevropa hamjamiyati qabul qilayotganini bilish menga juda qiziq doim. Joyida turib, ya'ni qizig'ini o'sha makonda o'zida turib. Kuzatdingizmi saylovda, Germaniyada saylovda? Albatta, Germaniyada saylovda xavotir bilan kuzatdim. Men hattoki bir necha o'sha xavotirli kraskalar bor bo'lgan karikaturlarni yig'dim ham, ya'ni shunaqa nima istiqbol, xavotirli istiqbol bordi. Endi Germaniya uchun alternativa partiyasini hokimiyatga kelib qolish ehtimollarini ko'rsatgan kartinalar, karikaturalarni yig'dim ham, izbirinlikda turibdimanda. Mabodo shu bo'lmasin, endi albatta bo'lib qolsa, bizni nimalar kutayotgani uchun men uchun ham xavotirliligida, chunki biz bilamizki, O'zbekistonda Yevropa ittifoqi bilan hamkorligini markazida ikkita asosiy davlat turadi. Bu Germaniya va Fransiya turadi. Ya'ni iqtisodiy hamkorlikda ham, savdomizda ham Yevropa ittifoqidagi asosiy hamkor davlatlarimiz Fransiya va Germaniya. Bu bizga ham nuqsini urar edi-da, xohlaysizmi yo'qmi? Va oxirgi 1,5-2 yil ichida Germaniya bilan O'zbekistonda hamkorligi aynan mehnat migrantlarimizga Germaniyada ish topish bilan bog'liq holatda ham ko'p rivojlanayotgandi. Bunga ham nuqta qo'yilib qolishi mumkin-da. O'zi sentyabrda Scholz Germaniyada bu O'zbekistonga keldi, Samarqandga keldi va imzolangan asosiy kelishuvlardan bittasi ham aynan mehnat migratsiyasi bilan bog'liq edi. Juda ko'p kelishuvlar. Siz ko'p aytasiz analada biza Rossiyadan migrantlarni Rossiyaga borishini kamaytirib, Yevropaga kelishini tarafdorisiz. Juda ham buni doimiy men asosiy migratsiya bilan bog'liq bo'lgan siyosatimiz ma'no mazmuni shundan iborat bo'lishi kerak deb hisoblayman va geosiyosat ham bizga shuni majbur qilyapti. Ya'ni biz xohlab emas, o'zi majbur bo'lganimizdan ham qilyapmiz. 2024-yilda tarixiy hodisa ro'y berdi. Birinchi marta Rossiyadagi migrantlarimiz soni 1 milliondan kamaydi-da. Mana shu narsa hozir 1 milliondan kamaydi. 1 milliondan kamaydi. Yo'q-e? Ha. Bu rasman tan olib aytilgan narsa. Mana keyin qo'yib yuborishinglar ham mumkin. Davlat rahbarini matbuot kotibi bitta chiqishida aynan shu narsa to'g'risida aytdi. Ya'ni mehnat migrantlarning soni Rossiyadagi ishlayotgan mehnat migrantlarning soni 1 milliondan. Otabek aka, nima deysiz? Mavsumiy ko'payib boradi. Men sizga aytaman. Mana qarang. Yozgi qurilish sezoni. Mana bizda mehnat migrantlarimiz taxminan aprel oylaridan oktyabr oylarigacha mavsumiy ham migratsiyaga boradi. Mehnat migratsiyasi bilan bo'ladi va Rossiya asosiy haligacha yo'nalish. Ikkinchi yana belgisi buni kamayayotganini urushdan avval jami pul o'tkazmalarimiz, O'zbekistonga kelayotgan pul o'tkazmalarining 89% Rossiyadan kelardi. Hozir shu ko'rsatkich taxminan 75-76% gacha tushdi. Keskin o'sayotgan yo'nalish mana statistika bo'yicha Polsha, Buyuk Britaniya,
hali Germaniyada bir katta tendensiya kuzatilgani yo'q, lekin umid qilaman Germaniya ham katta dinamika berishni boshlaydi. Germaniyada sal bürokratiyasini hisobidanmi, kim biladi. Endi boshlasa kerak. O'sha Shols borganida va yaqinda Mirziyoyev 11-martda yana shu shartni nima qildi-ku, imzoladi. Shundan keyin menimcha kuchayadi, chunki O'zbekistonda ham hozir o'qitish kurslari ko'payyapti va bu yoqqa kelib Shansen karta deydi, 1 yillik, 6 oylik siz ish topmasdan ham kelib turib birinchi ish qidirishingiz mumkin va keyin ish topib 6 oyning ichida vizani cho'zdirish mumkin. Bu hozir ko'payyapti o'zbeklarda. Oldin qanday edi? Oldin masalan bu yoqqa kelib ishlash uchun viza olish uchun bu yoqda kontrakti bo'lishi kerak edi-da. Hozir Germaniya hukumati o'tgan yil menimcha qaror qildi, qonun chiqardi. O'sha shans kartasi bilan, imkoniyat kartasi bilan, o'sha bilan kelib 6 oymi, 1 yilmi, qancha? 6 oy. 6 oy kelib o'shani mutaxassislarga bu ko'proq tegishli, ya'ni qanday mavsumiy emas, ya'ni soha mutaxassislariga tegishli, lekin baribir bu ham eng yana bitta zo'r qonun, o'sha yerda eng yana bitta zo'r joyi menga nima qiladi? Oldin kvalifikatsiya talabi bu yoqda juda yuqori edi. Hozir 2 yilda o'zini sohasida, universitetdan keyin, institutdan keyin o'zini sohasida 2 yilgina ishlagan bo'lsa ham O'zbekistonda bularga hisob. Va men juda kuzatayotganim, yoshlarimiz, studentlar, ya'ni bo'lajak studentlar o'qish uchun Germaniyani tanlayotgani ham ko'payyapti. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu ham katta, juda katta tendensiya beryapti shu ham. Ya'ni O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi munosabatlarda quyuqlashishiga, yaqinlashishiga. Mana bu uchib kelganimiz samolyotda ham taxminan shunaqa nima qilsa, 3 guruhga bo'lishi mumkin. Boylar, studentlar va mehnat migrantlari uchib kelyapti. Bunday samolyotdagi nimani kartinani hisobga olsangiz hamda. Bularda o'zingizni guruhingiz bor ekan-ku, 500 tadan ortiq Myunxenda o'zida 500 tadan ortiq. Myunxendagi o'zbeklar degan guruh bor. Endi u yerda biz Bavariyada yashaydigan, umuman Bavariyada yashaydigan o'zbeklar birlashgan. Bu siz o'zingiz birgina o'zingiz qamrab olganingiz, qamrab ololmaganingiz qancha? Ha? Siz ham a'zo bo'lgan guruhga. Adminlardan bittasi. Men siz ekan guruh deb o'yladim. Yo, endi 3-4 ta bola tashkil qilganmiz. Adminlardan bittasiman. Ular endi u yerda 500 taga yaqin 350 tami odam bor. Endi har birining orqasida baribir oilasi bor. Deylik, meni oilamdan bitta men a'zoman va ko'payyapti. Biz o'sha guruhda ham 1 yil oldin masalan 200-150 ta edik. 300-350 bo'lib ketyapti hozir. Mana men xursand qilganim, endi buni ham aytib o'tib ketishim kerak. Bitta katta kompaniyada siz rahbarlardan biriga aylandingiz. Tasavvur qiling. Yo, endi baribir xohlaymizmi yo'qmi, juda quvonchli narsa. Motivatsiya-da. Ha, ya'ni siz yuqori texnologiyalik kompaniyadagi rahbarlardan biriga aylanganingiz o'zi juda katta tendensiya beryapti. Endi bular omad. Yo'q, omadda orqasida mehnat turadi-ku baribir. Uzoq yillik mehnat. Ya'ni siz uzviy bu ishni amalga oshirishingiz kerak-da. U sohadan bu sohaga, u kompaniyadan bu kompaniyaga irg'ishlar orqali muvaffaqiyatga erishilmaydi, albatta. Shu uzviy mashaqqatli mehnat orqasidan bu omad keladi. Qo'shilaman, baribir texnologik kompaniyada, ya'ni bu degani biza faqat qo'pol bo'lsa ham aytaman, qora ishchi emas, ya'ni yuqori konkurentli texnologik kompaniyaga ham o'zbekistonliklar ishlashi mumkin ekanda. Shunaqa. Zo'r. Men buni va kecha kun davomida bu to'g'rida ham hazil, ham chin gaplashdikki, bu Myunxen boylarimizni ham o'zini e'tiborini tortyapti ekan. Ko'p gapirdik. O'zbekistonlik boylarni mana Myunxen atrofida, rabotlarida o'zbek boylari katta-katta villalarda, saroylarda sotib olishni boshlabdi. Qimmat mahallalarda paydo bo'lishyapti ekan, to'g'rimi? Bu ham yaxshi. Bunday o'ylab qaraganda, demak, hech bo'lmaganda ular ekosistema yaratadi-da. Hech bo'lmaganda men shuni qanaqa o'ylayman, endi bo'pti, xo'p, u boylikni kelib chiqish manbai qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bog'bon kerak, to'g'rimi? Demak, bitta bog'bon va uni oila asosini uchun ish degani bu oshpaz kerak, to'g'rimi? Elektrik kerak o'sha saroylarga. Siz o'ylaysiz, ular o'zbeklar oladi deb o'ylaysiz? Qarang, men shunaqa o'ylaymanki, ikkita toifadan baribir o'zbeklarda oladi deb o'ylayman. Oshpaz, chunki o'zbek xalqi umuman bizda eng nima yonma-yon yuradigan narsa biz oshxonamiz. O'zbek qayerga borsa o'zining oshxonasi bilan yuradi-ku.
undan ajrala olmaydi. Shuning uchun men o'ylayman hech bo'lmaganda oshpazi va bog'boni. Bog'bon nimachi? O'zbek xalqi qayerga borsa baribir ko'chat ekadi va gul ekadi yoki shu atrofini endi ular katta xona xo'jalikni tartibga ham keltirib turish kerak. U yog'ini suvab turish kerak, bu yog'ini tozalab turish kerak. Baribir aytganingizdek, bog'bon bizda endi bog'bonlar universalku. Ha, men nimaga yana davomi ham borda xursand qiladi deganim, shu insonlar hech bo'lmasa bu yerdagi ijtimoiy ne'matlarni ko'rib, shahar transportini, piyoda infratuzilmani hech bo'lmasa muhrini olib O'zbekistonga qarab ko'chirar demoqchiman-da. Shunaqa umidlarim ham yo'q emas. Ya'ni shu jamiyatda erishgan, muvozanatda erishilgan ijtimoiy ne'matlardagi qozonilgan marralarni biz yangi o'ylab topmasdan shunday olib borib ko'chirsak ham bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'zbekistonga. Xuddi shu Myunxendagi bog'larda, Toshkentda ham bog'lar shunday paydo bo'lsa, ya'ni parklar paydo bo'lsa, Myunxendagi piyoda infratuzilma Toshkentda ham paydo bo'lsa, deb o'ylaysizda baribir. O'ylashsa kerak, bilmayman, lekin bizni o'sha community'mizda masalan endi masalan deylik o'sha boylar Myunxenda va atrofida yashaydigan kam sonli boylar bu o'zbek community'si bilan aloqa qilmaydi. Ha, qilmaydimi? Yo'q, ularni Ya'ni ko'rmaysiz. ular bir alohida dunyoda baribir o'zlarining alohida dunyosida yashaydi. Shunaqaroq. Endi men kuzatganlarim balki bordir boshqalari, lekin men kuzatgan 4-5 ta odam bilaman, xolos. Endi shular aloqa qilmaydi. Ha, menga bu yangilik bo'ldi. Men o'ylardim baribir Shuni mana qarangda Otabek, uzr gapingiz bo'ldi. Mana shu bizani o'sha eski boylarimiz bo'lgan-ku. Mana podkastlarda ham ko'ramiz, 20-yil, 30-yillarda odam boylar Moskvaga, Peterga, Peterburgga yoki Istanbulga, Germaniyaga o'qishga jo'natgan, moliyalashtirgan. Agar yoki o'sha yerda yashasa, masalan Moskvada elchixonada yoki boshqa joyda yashasa, atrofida talabalarni olib nima qilgan, nima deydi, sponsor deydimi? G'amxo'rlik qilgan. Mana shu boylar, mana shu yoqdagi boylar shunga o'sha eski bizani ana qadriyatlarimizni bir inobat, qanday aytsam, o'zida shuni ko'ra oladimikan, qila olarmi, qilsa bo'larmikin deyman-da. Masalan, o'sha qanchadir mayli buni kelib chiqishini, boshqa moliyaviy kelib chiqishini, narsani boshqa joyga olib turadigan bo'lsa, o'ziga yarasha puli bor, to'q. Kimdirdi qanaqadir bir kichik o'zbekcha kitoblarni masalan tashkil qilsa, bolalar, o'zbek bolalari uchun ko'p yo'qdi o'zbek. Bu yerda baribir imkoniyat bor. Qanaqadir kichkina bir yig'ilib o'zbeklar bir-biri bilan muloqot qilib turishi mumkin bo'lgan joylarni tashkil qilishga menimcha ular bosh qo'shiq bo'lsa bo'lishi mumkinmi yoki odamlar o'zi qilishi kerakmi? U asr boshidagi boylarimiz, aynan misol uchun Germaniyaga o'sha 1920-22-yillarda Buxoro Respublikasidan, Turkistondan, Xivadan, ya'ni Xorazm Xalq Respublikasidan jo'natgan boylar o'zlarini kelajagini shu mamlakat bilan bog'lagan hadda, tushunyapsizmi? O'zlarini kelajagini shu mamlakat bilan bog'lagan. Mas'uliyat shundan paydo bo'lgan. Tushunyapsizmi? Yutuq, sen ham yutasan, men ham yutasan qabilida bo'lganda, tushunyapsizmi? Afsuski hozirgi endi elita deb hisoblaydigan bo'lsak, shu elitamizda men balki adashayotgan bo'layin ham, o'zlarini kelajagini O'zbekiston bilan kelajagi bilan bog'lamaydigandek tuyuladi-da. Bizda ana zanjir bor-ku, hokimiyat boylik yaratadi, boylik hokimiyat yaratadi-da. Xohlaysizmi yo'qmi? Elita yo hokimiyatdan yoki boylikdan iborat. Yoki ham ikkisidan barobar iborat-da. Shu toifa nimagadir o'zlarining kelajagini O'zbekiston kelajagi bilan bog'lamaydigandek tuyuladi. O'z-o'zidan bu savolingizga javobda misol uchun ketadi, nima deydi? Lekin men istardim shunday insonlar balki ikkinchi avlodda paydo bo'lar. O'zi ikkinchi avlod boylarda paydo bo'lishi o'sha boylar o'zini kelajagini O'zbekistonda ko'rganini ham ifodalaydi. Tushundingiz gapimni? Ya'ni keyingi avlod boylar paydo bo'lsa, bizda hali bir avlod ikkinchi avlodga o'zini aktivlarini o'tkazgan yo'q-da hali. Bir avlod boy bo'lsa, u yo chiqib ketib qoladi yoki umuman sahnadan supurib tashlanadi-da. Bizning yaqin tariximiz shunday, hattoki shunday ekan ikkinchi avlod balki paydo bo'lsa,
ekspropriatsiya qilmasdan, supurib tashlanmasdan bayda bo'lsa, balki ularda shunday imkoniyat paydo bo'ladi. Oilaviy qilib aytganda mana Yevropadagi boylardek bir tashkilot yoki qanaqadir bir boy oila ikkita uchta pokoleniya avlod bir joyda yashab unib o'ssa, aytganingizdek shunaqa demoqchisizda, masalan oilaviy bizneslar, oilaviy nimalar bo'lsa, ya'ni pulni kapital olib chiqib ketmasdan yoki supurib tashlamasdan, ya'ni nima deydi, merosdan o'tib borish kerakda. Xuddi shu, mana. Lekin men biladigan boylarda endi balki ular hosil qilmas, butunlay kartinani hosil qilmas. O'zlari u yerda pul ishlab topyapti, bolalarini chekka chiqarib yuborib, sen o'sha yerda qo'pol qilib aytganda kayf safo qilib bo'lsa ham yashayver. Sani men o'sha yerda, makoning o'sha yerda degandaqa tasavvurlar ham borda. Mana o'sha Xorazmda, Turkistonda va Buxoroning boylari bolalarni Germaniyaga yoki Turkiyaga o'qishga borganlarni qarasangiz, ular azaldan shu yerda yashab kelganda. Misol uchun Fayzullo Xo'jayev olsak, otasi azaldan Buxoroda yashab kelganda. Fayzullo Xo'jayev ham ketib qolmagan-ku, misol uchun otasi boy, amirga qarshi chiqqan bilan u ketib qolmagan-ku, o'sha Buxoroda qolgan-ku baribir. Ularni farqi, ular ziyoli nimalar bo'lganda, endi baribir ta'limga ham borib taqalsa kerak deb o'ylayman-da shuni. Farqi baribir ular Turkistonni qarang, kuchaytirish uchun yangi maktablarni taklif komfortni davom ettirish uchun qanaqadir bazaviy ilm baribir kerak-da. Sizni otangiz yaratib ketgan komfortni, hattoki oddiy uy bo'ladimi yoki uy xo'jaligi bo'ladimi, o'shini ushlab qolish uchun ham qanaqadir bazaviy ilm kerak-da. Shuning uchun xohlaysizmi yo'qmi, kelajak haqida o'ylagan, nom haqida o'ylagan odamlar farzandlariga ta'lim berishi zaruriyat bu. Bazaviy zaruriyat. Hamma zamonlarda shunday bo'lib kelgan. O'zi umuman ta'lim og'riqli mavzu, bilaman siz bu haqda ko'p gapirasiz, yozasiz, gapirasiz deganim podkastlarda yozasiz. Umuman ta'lim bizda bazasi, osnovasi oxirgi paytlar o'sha kitoblarni bir necha xil turdagisi chop etilishi, bu masalan meni qizim kitobini olib o'qisam qo'rqib ketaman-da. Nechinchi sinf? 2-sinf. 2-sinf bo'lsa, men hech bo'lmasa xursand bo'ling deyman, uni ustidan eksperiment bo'layotgan yo'q. 5-6-sinflar shunaqa to'lqinga tushib qolgan, ularda ustidan har yil eksperiment bor. Ya'ni shu to'lqinga tushib qolganki, mana darslar yangilanish boshladi-ku. Hozir 1-sinfdan 11-sinfgacha oladigan bo'lsangiz, ta'lim dasturi yo'qda, yagona ta'lim dasturi yo'q. Qaysidir sinflar o'sha eksperiment tariqasida fin samali darsliklardan foydalanyapti. O'sha qaysidir sinflar o'sha orada yana bir davr bo'lgan, darsliklarni yangilash bo'yicha 19-20-yillarda desam, o'sha darsliklardan foydalanyapti. Qaysidir qismi o'sha haqiqatan mavjud bo'lgan ta'lim dasturi doirasida yaratilgan darsliklardan foydalanyapti-da. Men tushunishim bo'yicha siz aytmoqchisiz, qo'pol qilib qilsak, masalan, trigonometriya 8-sinfda o'tilishi kerak bo'lsa, o'sha lekin eksperiment tariqasida bo'lganligi uchun bular yo o'tmay qolib ketyapti. Mana shuni hozir buni tushundi. Mana hozir siz tushunyapsiz ekanda. Men qizim bor 6-sinf, endi matematikani yana ham chuqurlashtirish kerak dedimda, bir yaxshi o'qituvchiga olib bordim. U o'zi o'qituvchi aytayapti. Sizlar chunki u ham bilyapti-da, bunaqa probellar paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkinligini. Chunki dastur har xil bo'lgani uchun va uzviy bo'lmagani uchun 1-sinfdan 11-sinfgacha uzviy bo'lmagani uchun qaysi dasturda siz 3-sinf tugatdingizda, boshqa darslikda 4-sinfga o'tganingizda tushib qolgan bo'lishi ham mumkin. Probel ham bo'lishi mumkin-da. Va bu bor ham. Mana misol uchun men qizim aytadi, biz 6-sinfda o'tilish kerak edi-ku bu desa, aytayapti, "Yo'q, biz buni hali o'tmadik" deyapti. Tushunyapsizmi? Yo'q, o'sha u o'tmasligi ham ehtimoli bor. Chunki bu yangi dasturda 5-sinfga kiritilib qolingan bo'lishi. Endi aytmoqchi edim. Endi chunki xuddi siz aytgan 8-sinfga trigonometriya o'tish kerak bo'lgan, lekin qaysidir bitta programmada bu 9 ga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Bu 9 ga kelgan payti u 7 ga o'tib ketishi mumkin. Bu anavda nima deydi? Bu bilibmi, bilmaymi odamni? Yo'q, bilibmi, bilmaymi emas. Bu yerda ta'lim uchun ajratilayotgan mablag'larga
kommersiya, tijoriy nuqtai nazardan qarash paydo bo'lgani tufayli, tushunyapsizmi? Ha, yaqinda Значит, bilib. Ya'ni, ha, monetizatsiya, ya'ni ta'limga ajratilayotgan pullardan monetizatsiya qilishga intilish. Va eng yomoni bilasizmi? Eng og'riqli nuqta Karimov biz yetkazgan ta'lim sistemasiga yetkazgan ziyoni haqida haligacha gapiryapmiz. Bu hali 8 yil bo'ldi. Karimov o'lib ketganiga 8 yil bo'ldi-da. Lekin biz hozirgi zamonimizda yaratilayotgan ta'limga yetkazilayotgan ziyonlar haqida gapirayotganimiz yo'qmiz-da. Vaholanki hozir yetkazilayotgan ziyon Karimov yetkazgan ziyondan kam emas-da. Biza eksperiment Va bo'lgan. bu mavzu tabu. Karim paytda bolalarni, maktab bolalarini darsdan majburiy ishlarga, hasharga, paxtaga olib borilishi haqida gapirish tabu bo'lgan singari, hozirgi jamiyatimizda mana darsliklar bilan bog'liq bo'layotgan eksperimentlar mavzusi tabu, bilasizmi? Gapirish mumkin emas. Biror ommaviy axborot vositasi bu haqda yoza olmaydi. Yozmaydi demayapman, yoza olmaydi. yaqinda bitta bunaqa nima seriyada chiqqan kitoblar bor-da, nemis tilida, ingliz tilida chiqqan Big Dreams, Little People degan, ya'ni kichkina odamlar, katta orzular degan. Endi uni seriyaning ichida bir 100 tacha mashhur odamlar haqida kitoblar bor. Masalan, Mozart haqida, Da Vinci. Mani o'g'lim 2-sinf, endi u kitob 7 yoshdan 13 yoshgacha deb yozilgan. Bu kitobni ochsangiz, katta rasm, o'zi bir 20 ta varag'i bor, bitta kitobni 15 yevro turadi. Katta chiroyli rasm, Mozartni masalan tug'ilganida 2 yoshli, 3 yoshligida opasi bilan tushgan rasmini endi sun'iy intellektda chiroyli qilingan. Tagida 3 qator yozuv bor. Masalan, Mozart tug'ildi, mana shu joyda Zalsburgda tug'ildi, opasi pianinoni yaxshi chalgan, bu birinchi pianino o'rgangan. Shunaqa ma'lumotlar ketaveradida, bir 20 varaq shunaqa, 3 qator, 4 qatordan. Endi men o'sha kitobni birga ikkalamiz kutubxonaga borib o'qidik. Keyin menga ham qiziq bo'ldi-da. Mozart o'qidim, Da Vinci, Messi haqida bor edi. Keyin Messi. ha, men Beyoncé haqida, Taylor Swift haqida 100 tacha chiqqan hozir. Endi mashhur odamlar yozgan uni, endi yozuvchilar. Juda chiroyli kitob, ko'rsangiz kutubxonalarda, nimada bor, hozir sotuv do'konlarida. O'shani ko'rib, keyin mutolaa nima bor-ku, bizda mutolaa degan app, o'shaning premium bor menda. Shunga bitta kirsam, aynan o'sha uslubda, aynan o'sha yerdagi Mozart, Da Vinci va o'sha 5 ta odamga 5 ta kitob chiqibdi-da. Keyin qiziqdim-da, bular ham shunaqa qilgan. Endi muallif boshqa lekin. Muallif boshqa. Keyin shuni premiumda ochib o'qisangiz bo'lar ekan. Ochsam, endi u ham yozib qo'ygan, 7-13 yoshgacha deb. Balki xuddi o'shani ko'chirishgan. Shuni o'yladim. Agar ko'chirgan bo'lsa, plagiatga kirib qoladi-ku. Chunki muallif boshqada. Muallif boshqa. Uni gapini ham ko'chirib, rasmini ham ko'chirgan bo'lsa. Keyin ochdim. Endi uni joyida faqat tekst bor. 30-40 varaq. Kichkina rasmchalar bor. Sifatsizda, endi rasm bu bilan solishtirib bo'lmaydi. Men uni o'qib yarmigacha o'qiy olmadim, masalan, Mozartni. Boshingiz achib ketadi. Sifatsiz tarjimami? Ha, to'g'ri tarjima qilingan. Rus tilida Wikipediyaga o'xshab, masalan, Mozart mana bu yildan nima ish qildi? Mana bu yerda qayerga bordi? Kichkina bolaga qiziq emas-da, u. Men yarmigacha o'qiy olmadim. G'oyani olganda, uni ishlolmagan. Uni informatsiyasi u bolalar uchun muhim emas. Uni ana yozilgan informatsiyalar. U zeriktiradi odamni. Juda qiyin yozilgan. Keyin o'shani tekstni oldimda ChatGPTda bunaqa deep search qilsangiz bo'ladi-da. Tekstni olib deb bersam, menga 3 tacha faylni olib kelib berdi. Mana shu joydan rus tilidan bitta ko'chirilgan o'zbek tiliga. Dissernet loyihasi bo'lardi Rossiyada. Ko'chirilgan, o'g'irlangan dissertatsiyalarni fosh qiladiganda. Bizda ham balki yaxshi o'ylabsiz shu to'g'risida. Ya'ni muallifi ko'rsatilmagan muallif bor. Bormi? O'zbekcha. Qo'yil. Mana shunaqa narsalarni olish kerak, misol uchun fosh qilish kerak. Plagiat o'zbek jamiyatida uyat bo'lmagan narsa bo'lib qolgan. Men o'yladim, bilan saytlar ham shug'ullanadi, Telegram kanallar ham shug'ullanadi. Birovni yaratgan ijodiy u rasmmi, matnmi, videomi shunday o'ziniki qilib qo'yish juda keng ommalashgan va uyatli hisoblanmaydi, eng yomoni. Rasmni endi o'zlari yaratgan, bu rasm emas, lekin uni ichidagi tekstlarni o'qisangiz, siz bilan menga kerak emas informatsiyalar bor-da uni ichida. Uni 7-13 yoshli bolaga o'qisangiz, u o'qishdan bezib qoladi. Men aytmoqchiligim, o'sha sodda tuzilgan bu yoqdagi kitobdan baribir ideya o'g'irlangan, chunki aynan o'sha nimaga Da Vinchini qilyapti, nimaga Mozart qilyapti, o'sha 5 tagina kitob qilyapti-da. Tepasi ham bunday daholar bir narsasi. Balki bu qanaqadir bizda har qanday g'oya paydo bo'ladi-da, u g'oya orqali keyin o'ylaniladi. Yaxshi g'oya bo'ladi-da.
bundan qancha pul ajratib olsak bo'ladi? Yoshlar ishlari agentligidan qancha pul undirsak bo'ladi bu loyiha uchun? Misol uchun juda ko'p ezgu g'oyalar g'oya paytida ezgu bo'ladi, realizatsiya qilinayotgan paytda kommersiya nuqtai nazaridan qaraladi va bizda pulni undiradigan yagona joy budjet-ku. Budjet bo'lib qolgan-ku. Va o'shanda budjetdan qancha o'parib olsak degan narsa paydo bo'lib qoladi oxir oqibatda. Endi men Va butun kurash ham, mana misol uchun, ongli, juda ziyoli odamlarning kurashi ham, juda e'tiborli, hurmatli odamlarning kurashi ham o'sha o'parib olish jarayonida maksimal tezroq va ishtirok etish bo'lib qolganda. u bu yerda bolalarni ustidan siz aytganda eksperiment qilish kerak emas-da. U farqi yo'q qayerga bo'lishidan qat'iy Endi nazar. bu o'sha eksperiment qilayotganlarning ichida tabu bo'lmasa, jamiyat unga tabu yaratib beradigan kuchi yo'q. Mana qarang. Ikkita narsa bor-da. Men juda ko'p O'zbekistonda bo'layotgan destruktiv ishlarni oldini olishni yo'li deb odamlarni ichida, o'sha ishlarni qilayotgan odamlar ichida tabu bo'lish kerak deb hisoblayman-da. Yo'q, bu masalada men bunchalik muttahamlikka bormayman degan qaror bo'lish kerak. Nimaga odamlar ichida bo'lish kerak? O'sha odamlar ichida. Nima kerakligini aytaymi? Jamiyatimiz zaif hali. O'shini to'xtatib qoladigan, tiyib qoladigan kuchlarga, resurslarga, institutlarga, kanallarga ega emas. Boshqa jamiyat bo'lganda tiyib qo'ya olardi. Sharmandayi sharmisor qilgan bo'lardi o'sha odamlarni. Ya'ni resurslari mavjud u jamiyatni. Parlament resurslari bor, ommaviy axborot vositalari orqali resurslari bor. Aha. Bizda yo'q-da hali. O'sha siz aytganingizdek, men masalan, ketma-ketlik bo'yicha ko'radigan bo'lsak, xo'p, tushundik, probellar bo'lishi mumkin, bo'shliqlar bo'lib qolar ekan, shu eksperiment natijasida bu oliygohga borgandan keyin u yoqda уже nima deydi, bazasi bo'lmagandan keyin oliygohga ham shu narsa yetib keladi-ku baribir ertaga. Ya'ni mutaxassis kadr tayyorlashdagi jarayonchi umuman u qanday bo'ladi? U keyin bundan beshbattar bo'ladimi? Men bu sohada mutaxassis emasman. Yo'q, fikringizni demoqchiman. Fikrim shunaqada. Bozorda bozor nimasida fokusda qaraladigan bo'lsak, sifatsiz mahsulot bozorga beramiz. O'z-o'zidan u mahsulotimiz raqobat qila olmaydi. Misol uchun aytiladi-ku, Karimov davrini eng katta yetkazgan bizga ziyoni ta'lim sohasiga biz bir necha 10 yillik bozorga sifatsiz mahsulot chiqarib, o'sha sifatsiz mahsulot orqali raqobatdosh bo'la olmaganimiz holatlarni yaratadi-da. Mana misol uchun Renatjonning misoli bu istisno misol, qoida misol emas-da. Mana kecha gaplashdik-ku, o'qishi hattoki o'qishda o'zini qanday o'qish jarayoniga kirishgani, qanday universitetda o'qigani, bitirgani jarayoni o'zi istisnolar orqali yaralganda, qoida tariqasida emas. Yakun qanaqa bo'ladi? Yana biz yuqori ong texnologiya talab qiladigan mehnat bozori segmentlariga kira olmaymiz. Yana o'sha qo'l mehnati yoki jismoniy mehnat talab qiladigan bozorda mahsulotimiz o'sha yergacha yetkazib bora olamiz xolos-da. Shu natijasi shu bilan bo'ladi. Ya'ni daromadlar o'sishi, uzoq muddatli va barqaror o'sishi aqliy mehnat talab qiladigan sohalarda biz ulushimizni ortish tufayli bo'lmaydi-da. Mana besh ketamanda, hozir Yevropa pandemiyadan keyin, Xitoyda holatlardan keyin sal o'zgaryapti. Tayvanda masalan. O'sha Tayvan o'zini xavfsizligi uchun chip chiqaradi-ku. Eng katta chip ya'ni u o'zini xavfsizligini chip chiqarish bilan ta'minlaganda, agar chunki chip butun dunyoga kerak, Tayvanga bir gap bo'lsa, Amerika ham Yevropaga borib Tayvanni himoya qiladi-da. Ya'ni qanaqadir intellekt orqali ham o'zini barqaror xavfsiz qilish mumkin ekan deb o'ylab qolganman. Juda bir menga shu men hayron qolganman-da, o'sha pandemiyadan keyin bo'lgan voqealarni o'qib, eshitib. Siz qadriyat bo'lsangizgina xalqaro hamjamiyat ham sizni himoyangizga oshiqadi-da. Men endi xudo ko'rsatmasin, Ukraina o'rnida boshqa bir resurslar, faqatgina boyligi resurslar bo'lgan ayrim mamlakatlar bo'lganda allaqachon ishg'ol qilingan va dunyo bunga allaqachon ko'zini yumib qo'ygan bo'lardi. Ya'ni Ukrainaning salohiyati bu faqat geosiyosiy salohiyat bilan bog'liq emas, aqliy salohiyati ham bor-da, Ukrainani himoya qilinishi lozimligi nuqtai nazaridan. Ularda demokratik qadriyatlar albatta, qadriyatlar o'z-o'zidan. Misol uchun demokratik dunyo, demokratik davlatlarni himoya qilishga oshiqadi. Baribir xohlaysizmi yo'qmi?
ming shu savolli bo'lgan bilan mana baribir aytyapmiz, Ukrainaga nisbatan empatiya kamayayotgani haqida gapiryapmiz, yangi narrativlar paydo bo'layotgani haqida gapiryapmiz. Lekin mana sizlarda shu to'g'risidagi fikrlaringiz menga juda ham qiziq. Amerikadagi hokimiyatdagi o'zgarishlar, yangi ma'muriyat hokimiyatga kelishi Yevropa ittifoqi mamlakatlarining, katta mamlakatlarini xavf ular uchun juda ham muhim ekanligini va xatarli darajaga yetganini tushunishiga sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Rossiyani agressiyasi keltiradigan xatarni shu paytgacha ongli ravishda Boltibo'yi mamlakatlari tushunyotdi, ya'ni Litva, Estoniya, Latviya tushunyotdi va Polsha tushunyotdi. Tarixdan bir necha marta shulardan so'g'ini yegani uchun qolgan mamlakatlar buni xatarni qanchalik ulkan ekanini tushunmayapti. Toki Trump Yevropaga nisbatan munosabatini o'zgartirmaguncha. Bir yomonlikda yaxshilik tarafi bo'ladigan yaxshi gap bor-ku. Shu nuqtai nazardan katta Yevropa davlatlari, ya'ni markazda va yana ham g'arb qirg'og'ida joylashgan mamlakatlar xatar ulargacha yetib borishini tushunishni boshladida. Men bu zo'r qaysidir ma'noda aytganingizda qandaydir yomon narsani ketidan ham yaxshilik kelishi mumkin deydi. Endi yomon emas, qanaqadir отрицательный, negativ narsadan sezsa bo'ladi buni. Masalan, men bilmayman qanchalik Rinat ko'proq Germaniyada yashaydi, ko'proq jamiyatni yaxshiroq biladi Germaniya mendan ko'ra. Men o'zim sezganim, men ishxonada, boshqa joyda baribir lagerga bo'linish bordi. Kimdir masalan o'sha endi bu ham demokratiyani asoslaridan biri, to'g'ri ham. Bitta hamma bir tarafdan qilsa, u xavfli bo'lishi ham mumkin. Biza haqiqatan shu protivovес bo'lgani ham kerakda. Kimdir aytadi, ha, biz nima deydi, qurol yaroq qilishimizga pul ajratilishi kerak deydi. Bir xil aytadi, yo'q deydi, bizda deydi qurol yaroqqa ajratmasdan sotsial hayotni, ijtimoiy hayotimizni, hayot tarzimizni yaxshilashga o'sha pulni investitsiya qilishimiz kerak deydi. Bu baribir ikkiga bo'linadi. Sizda bilmadim. Ana nima raketa deyiladi uni? Havoni ushlaydigan, havodagi hujumni ushlaydigan. Nima edi u? Patriotni aytyapsiz? Patriot. Masalan, Patriot Germaniyada 8 ta bor ekan, tasavvur qilishingiz uchun. U degani bitta Berlinni himoya qila olmaydi-ku. Ha, mana shu men o'ylaganimki, o'zi Yevropa himoya ostida emas edi ekan o'zi aslida. Shunaqa. Ya'ni u faqat qog'ozda ekan u himoya. Qog'ozda. Ya'ni biz o'ylagandikki, mana misol uchun yaqin mana Trump ma'muriyati o'zi fosh qilib tashadi. U nafaqat o'zi global himoya xavfsizlik arxitekturasini ham fosh qilib tashadi-da. U qog'ozda ekan u. Ya'ni biz o'ylagandik, Yevropa o'zini himoyasini outsource'ga bergan, Qo'shma Shtatlar mas'ul bunga va bu himoya juda ham mustahkam himoya deb o'ylagandik. Aslida bunday emas ekan-ku. Shunaqa. Mana hozir saylovdan keyin, endi hozir saylov tugadi-ku, partiyalar endi martning oxiridan boshlab Bundestagga kirib keladi. Bu degani mana hozir Merz kansler bo'lishiga endi asosiy nomzod u bo'ladi, chunki uning partiyasi baribir eng ko'p ovoz oldi va ular koalitsiya tuzdi. Agar bular hozir yangi parlament ichiga kirsa, bu yoqda 10 millatchi partiyalar bor-da, AfD yoki chap Linke bor. Ular Linke kirdi? Linke kirdi. Linke ham juda katta ovoz bilan kirdi. 10 necha foiz. Undan ziyod. Hozir sotsial demokratlar, yashillar va HDS, HSSda konstitutsion ko'pchilik yo'q-a ularda? Yo'q, konstitutsion ko'pchilik yo'q. Uchalasida. Uchalasi brigadada 66 ni ololmaydi. Oldi. Yo'q, uchalasi ola olmaydi-da. Yangisini ola olmaydi. Yangisi hozir bor. Hozir o'shaning uchun bular nima qildi? 500 milliard yevroni qarz hisobiga, endi bularning nimasida Grundgesetzda, ya'ni konstitutsiyasida o'sha taqiqlangan. Keladigan foyda bilan chiqadigan, ya'ni olinadigan qarz muvozanati bir xil bo'lishi kerak. O'shani o'zgartirish kerak konstitutsiyada. Ya'ni bular 500 milliard pul ajratdi. Buni parlamentdagi 66%, ya'ni 3dan 2 qismi tasdiqlash kerak edi. Agar yangi parlament shakllangandan keyin buni ovozga qo'ysa, ola olmasdi. Hozir o'tkazishib oldi shuni. Hozir o'tkazib oldi. Va men xursand bo'layotganimki, komfort yaratish yetarli emas. O'sha yaratilgan komfortni himoyalab yoki o'sha barqarorligini saqlash uchun ham armiya kerak, xavfsizlik kerakligini tushunib yetishdi. Shunaqa. Endi tavrik bo'ldi bunda ham. Masalan, yashillar 100 milliard yashil iqtisodiyotga yo'naltirasan deb o'shani sharti bilan ovoz berdi.
endi buni ichida faqat qurol yaroq emas, Germaniya infrastruktura kechasi siz bilan gaplashganmiz. Mahalliy hokimiyatlarga Mahalliy 100 milliard, hokimiyat infrastruktura uchun. chunki poyezdlarni xohlagan 3 minut oldin kelmaydi dedingiz-ku, kechikishi o'shalarni ham chunki infrastrukturasi o'zbekchada bilmayman, charchagan, istasheniyada eskirgan. Shuning uchun bular o'shanga ham faqat qurol yaroq emas, endi bular shu orqali o'zi aslida transport va logistika ham bu ham xavfsizlikning bir qismida o'zi. Va men o'zi 3 yil avval birinchi shu nimaga kelganimda Myunxenga kelganimda o'zi men uchun hayronlanarli bo'layotdi. Poyezdlarda kech qolishi. Ya'ni bitta ikkita bo'lardi, lekin keyingi kelganimda o'sha doimiy holatga aylanib qolgan edi-da. Bu o'zi nemischa nimani punktuallikda o'zi izdan chiqayotganini ko'rsatayotgan edi o'zi. Endi biz oyda yilda bir kelamiz-ku, endi sizlar har kuni shu yerdasizlar. O'zi hozir masalan men biron joyga Germaniyani poyezd bilan bormoqchi bo'lsam, men perisadkali poyezd olmayman. Men qarayman, shu to'g'ri boradigani bo'lsa yoki 1 soat farq bilan bo'ladigan bo'lsa perisadka. O'shani olaman. Ya'ni 10 minutli 10 minutli, 15 minutli, yarim soatgacha bo'lganini men qarab ham chiqmayman hozir. Chunki o'zimni shunga tayyorlab bo'lganman-da. Temir yo'llari o'zi ko'p kritika ham qilinadi, chunki u ham monopolda, bitta Deutsche Bahn bor. U davlatdan juda katta miqdorda pul oladi va infrastrukturani yaxshilashga juda katta nima ham yo'q-da, xohish ham yo'q. O'zi Deutsche Bahnning o'zida ham. Endi buni siz birinchi podkastda ham gaplashganmiz. 56 mingmi shunaqa anonsi bor-da, temir yo'l uzilmasi. Temir yo'li kilometr 56 ming. Katta narsa o'zi. O'zbekistonda endi men oxirgi o'qiganim shu 5000 kilometrlar atrofida-da. 4700mi, 4000. Bu ham o'sib boryapti, lekin juda ham kam baribir. Endi tarmog'imiz yo'q-da, deyarli yo'q. Men doim ichim og'riydi, shu o'z og'riqli narsalar ochib qo'yapsiz. Yarani tirnagandek. Mana oxirgi 7-8 yil ichida juda ko'p mablag'lar samarasiz loyihalarga ketdi-da. Yo'llarga sarflaganimizda ham butunlay boshqa ekonomikaga bo'lgan bo'lardi. Ikkita yo'limiz bo'lish kerak-da, hech bo'lmasa. Men shu Toshkentdan Xorazmgacha, Qoraqalpoqgacha, janub nimagacha, Surxondaryogacha, yuqoriga ham, sharqqa ham, vodiyga ham. Ya'ni alternativ yo'llarimiz bo'lish kerak-da. Masalan, endi umuman bu bular qilayotgan ishi men noto'g'ri deb bilaman. Ya'ni qaysi ma'noda noto'g'ri? Meni nima qilishyapti-ku, shamol generatorini loyiha bu kerakli, zo'r narsa. Men buni qo'llab-quvvatlayman. Lekin transportirovkasini kunduzi qiladi-da. Kunduzi ish kuni transportniki navlarini, propellerini kunduzi tashishyapti transport. Buni ketyapti 40 kilometr, 30 kilometr tezlik bilan orqadan butun boshli probka bo'lib qolyapti. Ya'ni bu degan bizda birinchidan Germaniyada bu faqat kechqurun qilinadi, iloji boricha asosiy yo'ldan yurilmaydi. Bizda bu kupa kunduzi, men ko'rib hayron qolganman-da, kupa kunduzi qiladi, keyin bizda alternativ yo'limiz ham yo'q-da boshqa. Boshqa yo'l ham yo'q-da. Yo'l ham yo'q. Siz mana bayram kunlari 7-mart kuni, kecha mana 20-mart kuni ko'rgan ham bo'lsangiz kerak va u hay'atlarda ham xuddi shu narsani ko'p ko'ramiz. Trassalarimiz, magistral yo'llarimiz probkaga aylanadi. Ulkan probkaga aylanadi. Va bu ham alternativa yo'qligidan-da, o'zi davlat hamisha qilish kerak bo'lgan narsa infratuzilmaga, yo'l infratuzilmasiga pul sarflash ustuvor ravishda bo'lishi kerak. Ya'ni u biznes yaratish uchun emas. Toshkent metallurgiya zavodi qurish bilan davlat shug'ullanmasa kerak. Yoki JTL zavod qurish bilan davlat shug'ullanmasa kerak. U biznes qilish kerak u narsalarni. Davlat qilish kerak bo'lgan narsa aynan yo'l infratuzilmasi. Va yo'lga keldik. 2 kundan ko'p kelgansiz Yevropada. Barselona eng yaxshi ko'rgan shahrim dedingiz. Hozirgi kunda Barselona urbanistik ray deyiladi. Endi Amsterdam yeta olmaydi-yu, no o'shanga qarab ketyapti. Myunxenda mana umuman urbanistika jihatdan shaharni biza Toshkentni qachondir shunday qila olamizmi? Hech bo'lmasa Toshkentni. Yana fikrim shunaqada, shaharlar tirik organizm. Tirik organizm to'g'risida ong qayg'urish kerak-da. Bu jarayonlarda men shunaqa o'ylayman-da,
qaysi qadimdan ham o'sha ilk shahar davlatlar paydo bo'lganidan ham qarasangiz, qaysi shaharlar muvaffaqiyat qozongan, boshqaruvi kollegial va keng, inklyuziv boshqaruvdan iborat bo'ladigan bo'lsagina o'sha shaharlar rivoj topganda, biror bir shaharda men bilmayman, yakkamahovlik asosida shu so'zni ishlataylik, yakka boshqaruv emas, yakkamahovlik asosida boshqarilgan shahar kelajakka ega bo'lmaydi. Ya'ni bitta odam shaharda boshqarishi, u albatta disproporsiyalarda, qing'irliklarda amalga chiqaraveradi. Shaharda buziladi, ekotizim buziladi. Muvozanat bo'lmaydi u shaharda. O'sishi ham muvozanatli bo'lmaydi. Albatta bu shahardagi o'sishlar, mana misol uchun Afrikadagi shaharlarda o'sish singari bo'ladi-da. Ya'ni bu o'sishning orqasidan ekologik muammolar paydo bo'ladi. Bu o'sishning orqasidan ijtimoiy muammolar, ya'ni tengsizlik orqasidan muammolar paydo bo'ladi. Kecha bu haqda gaplashdik. Shahar, siz aytdingiz, qayg'uradi. Bir necha mulklardan iborat bo'lib qolgan oligarxlar paydo bo'lib qolmasligi haqida qayg'uradi. Shuni cheklab turadi, dedingiz, to'g'rimi? Bu yoqda. Biz ham shu haqda qayg'urishimiz kerak o'zi aslida. Kim qayg'uradi agar yakkamahovli asosida shahar boshqarilsa? Ha, hech kim qayg'urmaydi. Shuning uchun men aytaman, shaharlarda kelajagi bo'ladi, xususan Toshkentni ham. Unda toshkentliklarni ishtiroki kengaysagina, tinimsiz kengayib borsagina, to'g'ridan to'g'ri boshqaruvda yoki vakillik orqali, saylangan vakillar orqali boshqaruvda kengaysa. Kechadan oldin o'tgan 13-mart kuni tugadi, выставка bo'ldi, ko'rgazma bo'ldi, nanda Germaniya Myunxenda, hokimiyat zalida. Myunxenda reja bor degan ko'rgazma bo'ldi. Ko'rgazmada, ya'ni bizning planimiz bor, Myunxenda plani bor. Nemischada Myunxen hat plan deydi, ya'ni bu yoqda plan ham reja ma'nosida, ham nemis tilida plan deganda chizishni ham nazarda tutadi bular. So'z o'yini qilishgan bular, juda bir zo'r. Step deydi bular, shahar Stadtentwicklungsprojekt, ya'ni shahar rivojlanish proyekti deb tarjima qilinadi. 2040-yilda Myunxenda planni qilishgan. Endi bugun siz bilan parkka bordik, English Gardenga bordik, bilmayman, 300 necha gektar adashmasam, bitta parkda. Bugungi bitta park. Bular bilasizmi, asosiy rejasi nima? Myunxenda biz yashillikni ko'paytirishimiz kerak deyapti. Hozir mavjud yashillikni yana ham ko'paytiramiz. Yanada ko'paytiramiz. Asosiy g'oya shundan iborat, 2040-yil. Men aytmoqchi bo'lganim, выставкаning asosiy maqsadini aytmoqchi bo'lganimki, siz aytganingizdek kollegial, ya'ni odamlar выставкаga qatnashadi, ko'radi, fikrini beradi. Bu urban forum deydi, buni ko'pincha urban forum bo'lganda bu oxirgisi уже. Menimcha уже taklif qilishyapti bular. Buni men 3 yil oldin o'qishga, Myunxenda o'qishni boshlagan bo'lsam, 3 yil oldin ham bu proyekt haqida o'ylashyapti. Ya'ni bular etap-etap birinchi ishlab chiqishadi, taklif qilishadi. Odamlar keladi, qatnashadi, menga bu yoqdi, bu yoqmadi deydi, forum bo'ladi, olib ketadi bular proyektini. Keyin yana qayta ishlab, yana taqdim qiladi. Mana shunaqa qilib bular bir necha bor siz aytganingizdek daxldorlik bo'ladi-da, ya'ni har nima ishtirok etayotganini his qiladi. Ishtirok etayotganini his qiladi. Siz nimaga ertaga men Myunxenlik bo'lib, men bu yoqqa nimaga men bilan nima yo'l tushiribdi, yashil zona qilsa bo'lmaydimi deganda, nima aytadi, professor aytadi yoki boshqasi aytadi. Biz buni muhokama qilayotganda qayerda aydinsan degan. Ya'ni bizda o'sha Baureferat deydi bu yoqda, qurilish boshqarmasini professor Frau Merk bor, bizga dars bergan, o'sha opa aytayapti, yig'ilishda zalda leksiya o'qiydi-da, leksiya o'qib bo'lgandan keyin sizlardan iltimos deydi, bizga qo'yib qo'ymaylar hamma narsani, mas'uliyatni. Ya'ni biz ham mutaxassis sifatida qilaveramiz, lekin asosiy ishtirok sizlar masalan qarindoshlaringiz, ota-onalaringiz, o'rtoqlaringizga borib aytinglar. Shaharni farqi yo'q deydi, qayerga bo'lishdan qat'iy nazar. Germaniyada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, shaharni hayotiga qatnashinglar degan bu ana bilan chiqdi-da, masalan, chaqiriq bilan. Shuning uchun chorlov bilan. Shuning uchun siz aytgan gapingizga qo'shilaman, ya'ni odamlar nima bilan shug'ullanish kerak-da, shaharda daxldorlik bo'lishi kerak, borish kerak. Bu meni shahrim, bu menga nima beradi degan. Hozir shunga report o'qidimda, 2021-yil отчет bergan Jahon banki bilan O'zbekiston vazirlik idoralari o'rtasida qilingan hisobot bor. O'zbekistonda urbanizatsiya degan menimcha uni oshkora qilishmadi, ko'p nima qilishmadi, lekin 200 oraliq katta bir hisobot. O'sha yerda
zo'r manavilar keltirilgan. Maslahat beraman, shaharlarimiz kengayib ketayotganligi, zichlik yo'qolib ketayotganligi, bir qavatli uylar ko'payayotganligi, shuni hisobidan shahar kengayib, bilasizku infrastruktura va hokazo shunaqa narsalar muammo bo'ladi. Yo'qda eng menga yoqdi bitta qiziq nima bo'ldi. Оказывается, olimlarni aytishicha, shunaqa tendensiya bor ekanda Otabek aka. Shahar 1% ga zichlashsa, 0,47% ga mahsuldorlik, produktivnost, mahsuldorligi, samaradorligi oshishi kerak ekan. O'zbekistonda bu zichlik oshar ekan, lekin -0,67 ga kamayar ekan bizda samaradorlik. Zichlik ortgandan. Zichlik ortganda. Bu umumiy tendensiyaga to'g'ri kelmas ekanda. Men maqtangan Toshkentimiz servis, umuman samaradorlik bo'yicha ham yonimizdagi qo'shni davlat shahar poytaxtlaridan yetolmas ekan, medianasiga bora olmas ekan. Shuni savol emas, qanday aytsam, nima deb o'ylaysiz? Kamera o'chib qolganini aytib qo'yamiz. Ha, aytamiz. Chunki ikkitasi savol emas, nima deydi? Fikringiz samaradorlikni urbanistlar o'ylash kerak bu haqda, qanday qilib oshirish mumkin? Baribir iqtisodsiz bo'lmaydi-da bu narsa. Albatta, u shuncha keng mutaxassislar deyiladi, keng mutaxassislar ishtirokida deyiladi. Mana bitta misolda, mana metroni TTZ dahasi tarafga qarab yuritish haqida xabar oldik, to'g'rimi? Ungacha hech qaysi urbanistlaringiz ham, iqtisodchilaringiz ham bu to'g'risida axborotga ega emasdi-yu. Ya'ni qayerdadir o'sha bitta joyda qaror qabul qilinganda bo'ldi, o'sha joyda edi shu qarorni realizatsiyasi bilan endi bundan buyon shug'ullanadi. U qaror haqida undan avval siz aytgan urbanistlar, iqtisodchilarning hisob-kitoblari yoki qarashlari, ekspertlik fikrlari endi uncha muhim emas, chunki qaror qabul qilib bo'lindi-da. Shunday o'ylayman. Va o'sha hozir aytib ketaman bitta fikrda. Nima aytayapti? Botir Qobilov aytayapti, iqtisodchi. O'sha nimani metro qurilishi haqidagi gapga munosabat sifatida, ya'ni tramvayga moyilligi, tramvayga nisbatan nimasi bor-da, baribir simpatiyasi bor va xohishlari bor. Shu ajratiladigan pulni 10dan 1-ni, mayli 9dan 1-ni, 10dan 9-ni boshqa sohaga sarflashaversin, 10dan 1-ga tramvay tiklaylik deyapti. Tushunyapsizmi? Shunaqa. U katta pul talab qiladi-da bu. Juda katta pul talab qiladi va bizda umuman byurokratiya, xalq tarafidan tiyilmagan, parlament tarafidan tiyilmagan byurokratiya har doim loyihalarda yiriklashtirishga va qimmatlashtirishga harakat qiladi. Uning uchun mana o'sha tinimsiz gapirilayotgan narsa tramvay nima uchun qiziq emas Toshkent hokimiga? Chunki tramvay arzon loyiha uni nazdida. Bir necha milliard dollarlik loyiha emas-da u. Tushunyapsizmi? Shuning uchun qiziq emas u. Metro u bir necha yillardan yillarga o'tadigan qiymat byudjetga nima hosil qiladi-da, buyurtma hosil qiladi. Davlat buyurtmalarini yaratadi. Cheklanmagan manfaatlar yaratadi-da bu yerda. Bu yerda pudrat manfaatlari yaratiladi, tijoriy manfaatlar yaratiladi-da. Uni tasavvur qilish, u endi ishni ko'lami juda katta-da. U 10 ta stansiya deyishdimi? Yana keyin 10 ta stansiya deyildi. 6 tasi agar adashmasam yer ustida o'tadi, o'sha akusherlik. Yer ustidan o'tadi? Yer ustidan. Metro yer ustidan yuradi. Ha, yer ustidan yuradi. O'sha Salor stansiyasidan akusherlik ginekologiya institutigacha bo'lgan joyda yer ustidan o'tadi. Yer ustidan tramvaydami yo yana osmonga ko'taramizmi? Men hali bilmayman, to'g'risi. O'zi umuman Toshkent shahrida osmonga ko'tarilgan holatda metro qurgandan ko'ra, yer usti metrosi qurgandan ko'ra tramvay karrasiga arzon. Lekin bu yerda ham yana byurokratiya hisoblaydik, osmonga ko'tarsak ko'proq pul ketadi-da va ko'proq pul o'zlashtirish mumkin bo'ladi-da. Mana 100 marta gapirdik-ku bu to'g'rida. O'sha Qo'yliq yo'li deb hisoblanadigan metro, o'sha metro yo'li o'sha Parkenskiydan tortib nimagacha, Qo'yliqqacha, Rohatgacha u tramvay yo'li-ku u. O'sha Ohangaron shassisidan o'tgan tramvay yo'li-ku o'sha. Biz o'zimiz 11-13-yillarda olib tashlagan tramvay yo'li-ku. O'shaning uchun bilmadim. To'g'risi. Mana o'zi qarang, nimani Mirzo Ulug'bek ko'chasi, hozir Feruza deb nomlansa kerak, TTZ tarafga qarab ko'chani nomi ham Feruza. Ginekologiya, shunaqa menimcha. Feruza bo'lsa kerak, balki o'zgargandir, adashishim mumkin. U tramvay uchun qurilgan ko'cha-ku o'zi u. Mohiyati bo'yicha. Va hali ham kecha emas deb hisoblayman, o'sha TTZdan tramvay liniya kelib Mirzo Ulug'bek ko'chasiga tushib,
tiklanishi ehtimoli bor, hali ham imkoniyati bor deb o'ylayman. Mana shu bu yoqda Lutfiy, Chilonzorda Lutfiy ko'chasida, Lutfiy va Muqimiy ko'chasi, bu yoqda Yakkasaroyda Shota Rustaveli ko'chasi, Yunusobod tarafdan kelishda Amir Temur ko'chasini o'zingizga tasavvur qilsangiz va yana yangi bitta ko'cha, Maxtumquli ko'chasi. U ham yangi qon tomir bo'ldi-da. Yangi Toshkentga qarab ketadigan. Shu ko'chalar o'zi tramvay uchun ko'chalarda hammasi. Va bir butunlikni hosil qilish mumkin u ko'chalardan. Bizning ko'chalar keng. Shuning uchun tramvay muammo emas qo'yish. Umuman muammo emas qo'yish. Va bu ko'chalarda xavfsizlikni oshiradi, eng asosiysi. Tezlikni oshiradi. Mana tasavvur qiling, eng muammoli ko'chalar, probka bo'ladigan ko'chalar hozir sanaganim. O'sha Maxtumquli, Amir Temur, Muqimiy, Lutfiy eng muammoli ko'chalarda tramvay yo'lini mavjud bo'lishi, tramvay liniyasi mavjud bo'lishi birinchidan xavfsizlikni oshiradi, ikkinchidan tezligingizni oshiradi. Mana kecha aytayapti, men deydi, mana shahar chekkasida Rabotida deyarli yashar ekan, shaharga 40 minutda kelaman deyapti. Qancha masofadan 40 minutda kelyapti shahar markaziga. Men misol uchun o'sha yashaydigan joydan Toshkent tumanidan shahar markaziga 40 minutda kela olmayman. Eng ideal holatda ham. Vaholanki hozir yurgan joyimiz ko'proq kilometr tashkil qiladi siz bilan bu yoqqa yurgan joyimiz. Yana boyagi jamoat transportini hammasi bir-biri bilan uzil deydi bizada, transport tuguni bilan transport tuguni bilan bir joyda kesishib ketishi, bog'lanishi. Masalan, men avtobusdan tushib metro yoki o'sha elektrichka deylik, shartli elektrichkaga chiqishim, boshqasini men unaqa qila olaman-da. Ya'ni muammo emasda kesib, men bitta transport tanlamayman-da, yoki avtobus yoki metro yoki elektrichka tanlamayman-da. Bir nechta opsiyalar bor. O'sha opsiyalardan men hamma vaqt foydalanishim mumkin. Bu shu bahona men masalan qaysidir joyga borsam menga metro qulay, qaysidir joyga borsam shaharda avtobus qulay, qaysidir joyga borsam endi tramvay, masalan shaharning markazida tramvay juda mana o'zingiz savollarga hammasiga javob beryapsiz. Men nuqta qo'yib qo'yaman xolos. Metro qurish haqida qaror qabul qilganlar hozir o'zlari metroda yurmaydigan odamlarda. Mana hammasi shundan boshlanadi o'zi. Metro qurilishi haqida, metroda yoki tramvay qurilishi haqida, tramvayda yuradigan odamlarning qarori vaznga ega bo'lsa, shahar uchun foydali qarorlar paydo bo'ladi. Bizada bu yoqda ham hozir metro qurishyapti-da, biz tarafda kecha o'tdik-ku. Metro emas, tramvay qurishyapti. Yo'q, metro ham quryapti. Metro ham quryapti. Mana u 5 liniya bor-ku. U 5 liniya, metro liniyasi shunday tugagan joydan 3 ta ostanovkaga bu yoqdan poyezd keladigan pazinga, ya'ni u yerda ham juda ko'p poyezdlar to'xtaydigan joy, pazing. O'shaga 3 ta to'xtaydigan joy qilib metro quryapti. Mana shu narsa ham siz aytgandek hozir alternativlarni ko'paytiradi-da. Masalan, siz metro orqali siz U5 ning oxiriga borib, o'sha yerdan aslida tramvayda o'tsangiz ham bo'ladi. Tramvay ko'proq vaqt yuradi. Lekin siz masalan markaziy vokzaldan o'tirib, to'g'ri endi metro orqali o'sha pazingga borishingiz mumkin. Va bu o'sha 3 ta liniya yozib qo'ygan. 2036-yilgacha qurilish loyihasi nima qilingan. Hozir qurish boshlagan 14 yilmi, 13 yilda quriladi 3 ta liniya. Chunki tagidan quriladi-da u. Gavjum joy, shaharda gavjum joy. Juda texnik kuchli. Bu yoqda aka buni gaplashdik-ku, shaxsiy mulk bor, tarixiy ular bor, bularni hammasi bilaman buzib tashlandi. Jamiyatni o'sha qarorlarni qabul qilishga ta'sir haddan tashqari yuqori. Turli xil qarashlarga, qadriyatlarga ega bo'lgan odamlarni. Bizda yutug'imiz ham bor bundoq aytganda. Qarorlar qabul qilish oson. Jamiyat chetlashtirilgani uchun. Lekin buni minus tarafi ko'proqda baribir. Men shunga aytaman-da, juda ko'p masalalarda qancha muddatda yutqizsangiz ham jamiyat bilan hisoblash to'g'riroq baribir deb o'ylayman. Chunki aslida biz muddatdan yutyapmiz deb turib, yutqizayotganimizning qiymatini hech taroziga solmaymiz-da. Shunisi bor. Bizda bu yoqda diskussiya ko'p. Otabek aka, biza masalan hozir o'zimizcha emas, men o'zimcha maqtayapmanki Germaniyani, Myunxenni navsini, bu yoqda ham muammosi albatta tiqilib yotdi. Masalan, chunki bu muammo haqida ochiq gapirish mumkin, ochiq yozish mumkin. Shunaqa. U 2008-yil boshlangan vokzalni qurilishi, kecha ko'rdik siz bilan qurilish bo'lyapti. 2008-yilda boshlangan qurilishi
2021ga ko'chirildi. To есть qurilish tugashi kerak edi. Keyin 28 ga ko'chirildi. Hozir bular 30 deyapti. Bitta vokzalni necha yil bo'ladi? 20 yil, necha yil? 28, где-то 20 yilga yaqin quradi. 18, 17 yil quryapti. Bitta vokzalni binosini. Ya'ni temir yo'l qurmaydi. Faqat o'sha binosi, vokzal binosini quradi. Endi bularda diskussiya bo'ladi. Bular Stuttgartnikida masalan qancha qurishdi, muammosi o'ziga yetarli. Buni byurokratiyasining muammosi o'ziga yetarli. Lekin siz aytganingizdek, bu muammo ko'tariladi, olib chiqiladi, muhokama qilinadi. Kerak bo'lsa, o'sha men boya aytdim-ku, shahar qurilishi boshqarmasining boshlig'i opa universitetda professor dars berayotgan paytida talaba o'shanga savol beradi. Qachongacha qurasizlar buni? Jonga tegdinglar-ku degan ma'noda diplomatichni talaba, magistrant o'sha bilan shug'ullanish mumkin bo'lgan potensialni anaviga yuzma-yuz savol beradi. Nimaga? Keyin u javob beradi. Javob berganda ham chunki saylovchini oldiga javob berganda javob beradi. Bizning muammomiz, biza yana bitta vokzal qurayotgan paytida loyihasida bular yana bitta qo'shimcha asosiy yo'lni inobatga olmagan bo'lgan. Keyin qaragan patok juda katta bitta yo'lda ko'tarmaydi, yana bitta qo'shimcha yo'l qurishimiz kerak degan. Keyin qo'shimcha yo'l qurishni agar qursak, biza hozir Minchun vokzali 3 etaj bo'lsa, 3 qavat shartli bo'lsa, biz ularning 4-chisini tagidan olib kelyapti. Uni qurib bo'lmasa, ustiga bino qura olmaydi. Endi shunga o'xshab keyin bu отчет beradi, hisobot beradi. Mana shunaqa siz aytganingizdek, bizni qo'pol qilib aytganda Toshkent shahar qurilish boshqarmasining boshlig'i yoki vazirning qaysi bir o'rinbosari studentni oldiga borib hisobot beradimi yoki student magistrant bilan o'sha fikrini alishadimi degan savol borda. Endi gap u alishishda ham emas. Bu mavzularingiz, aytayotgan mavzularingiz har safar mahalliy saylovlarda ham, ya'ni lent saylovlarida ham, munisipalitetga saylovlarda ham, federal saylovlarda ham doimiy kun tartibida. Tushunyapsizmi? Ya'ni tinimsiz jamoatchilik, saylovchilar tinimsiz bosim qilib turadi. Bu xatolarni kamaytiradi. Xatoliklarni kamaytiradi. Xohlaysizmi yo'qmi? Va men hozir boya aytib ketaman deb o'yladim, esimdan chiqib qolibdi. O'zbek boylarining Myunxenga intilishini kuchaytirayotgan narsalardan yana bittasi menimcha ana voqea bo'ldi. Bitta boyga uylarni qaytarib berishdi-ku. Sud qarori bilan. Demak, o'shalar tushundiki, to'xta, bularda sud ishlar ekan. Ularda qonun bor ekan degan narsa ular uchun juda muhim-ku. Ya'ni hattoki endi xohlaysizmi yo'qmi, o'sha uy tortib olinishga uringan boy oligarx u dushman mamlakat fuqarosi. Dushman mamlakat, ya'ni strategik raqib bo'lgan hozirda Yevropa ittifoqini yo'q qilishni o'z oldiga qo'ygan mamlakatning fuqarosi. O'shiniki mulkini himoyalayaptimi? Demak, meni ham mulkimni himoyalaydi degan qarash yetib bordida, shuning uchun ham intilishlar kuchayyapti. Bu odam olyapti deysizda. Ha. Ertaga tortib olmaydi baribir meni bu mulkni. Tortib olish uchun ham 10 yil sudlashsa kerak, agar xohish bo'lsa demoqchi bo'ldi. Yo'q, unda ham qarang, hattoki o'sha mavjud bo'lmagan qoidalar, mana ijtimoiy tengsizlikka qarshi bo'lmagan harakatlar bor-ku, baribir ijtimoiy tengsizlikni yumshatadigan shu qoidalarni ham unutgan holatda ham muhimda bu. O'zini anaqa qiladi-da, nima deydi, instinkt самосохранения deydimi ruschada, balki shuncha pulim bor, anaqa qilaman, xavfsiz joyga qo'ygisi keladi-da. Xuddi shunday. Mulk sifatida masalan. Va ko'pchilik intilishi, yana boshida gaplashganimizdek, Myunxenni joylashuvi zo'rda. Ya'ni atrofidagi davlatlarga 2 soatda 4-5 ta davlatni eng yaxshi shaharlarga borsangiz bo'ladi. Va keyin pryamoy to'g'ridan-to'g'ri reys qo'yilgan 2022-yildan beri. Ha, men yana aytib ketayin, gap faqat mulk haqida emas, umuman shahar tarixi, binolari haqida ham aytib ketishim kerak. Boya kecha o'tdik, SS binosi o'tdik. Bizda misol uchun shu sobiq xavfsizlik idorasini Toshkent shahri markazidagi binoni buzib tashlashdi-da, misol uchun. Xohlang saqlab qolsak bo'ladi, juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bino.
Toshkentning boyligi deb hisoblardim men, misol uchun buzish kerak emas edi, asrab qolish kerak edi. Nemislarni qarang, o'sha nemislarni bilsangiz, baribir natsional sotsializmga munosabat qanchalik juda ham og'ir o'zlarini his qilishadi, haligacha aybdor his qilishadi. Shunday bo'lgan taqdirda ham o'sha SS o'tirgan binoni saqlab qolishganda, qarangda. Bu yerda SS o'tirgan-ku, buni buzib yuborishimiz kerak degan fikr chiqmagan hech qaysi biridan. Buzib yuborib turib o'rniga gостиница quramiz deyishmaganda. Hali ham turibdi, katlavani ochiq turibdi. Quramiz degan hali ham qura olgani yo'q deyman, ochiq turibdi katlavan. Aytmoqchi bo'lganim, nimani nafaqat huquq himoyasi, tarix himoyasi ham bor-da. Ya'ni shaharni shahar qilib turadigan binolarning himoyasi ham bor. Muzikalniy maktab qilib qo'yibdi. Musiqali maktab, kecha opera eshitdi. Biz muzey qilib qo'ysak nima bo'lardi, masalan? Zo'r bo'lardi. Bu tarafi muzey. O'zbek repressiyalari tarixi muzeyi. Ikki xil edi-ku bino. Ikki xil, bir xil bino. Bunisi muzey. Bunisi muzey, bunisiga musiqa maktab qilgan. O'zi qo'yib ketsangiz bo'lar rasmini. O'sha bino. Va o'sha yerda Gitler so'zlagan nutqlarni ham qo'yib ketsangiz bo'ladi, o'sha rasmlar. Bor aka, yonida muzeyda turgan aka. O'sha. Endi bu yerda aytganingizdek, tarixiy bino, tarixga bo'lgan hurmati bilan o'sha 45-yil Myunxenni endi asosiy markazi bo'lgan-ku, asosiy markazlaridan bittasi bo'lgan-ku, o'sha natsional sotsialistlar yer bilan bitta qilishganda 90% tarixiy qismini portlatishgan, bombit qilishgan. Lekin savol tug'ilganda o'shanda bularda yana muhokama qilishgan, har doimgidek o'tirib nima qilamiz? Shunday shahar tashab boshqa joydan Myunxen quramizmi? Starnberg degan joy bor, ko'l bor, tog'da. Juda chiroyli joy. O'sha yerda hozir shaharcha, o'sha yerda shahar quramizmi Myunxen degan yoki nima qilamiz degan savol turganda, bular shunday qaror qabul qilganki, borini qaysini saqlab qolsak, saqlaymiz, restavratsiya qilamiz, eski rasmlardan, bor rasmlardan tiklaymiz, boshqa qilamiz. Eski fundamentlarni o'rnida qoladi. Setska deydi-ku, men bu garadskaya tkань. O'sha shahar matosi desak bo'ladi. O'sha shahar setkasi qoladi. Eski fundamentlarni o'rnida, masalan, fasadi eski tarixiy bo'lishi mumkin. Lekin qolgan joyi buzilib ketgan, orqada yangi zamonaviy ofis quramiz kerak biz. Mana shunaqa qilib shaharni maksimal asliyatiga yaqinlashtirib, buning uchun aytaman-da, qancha yaxshi ko'rish kerak. Odam yaxshi ko'rish kerak qaysi ma'noda? Yomon tarixmi, yaxshi tarixmi, shaharni qancha yaxshi ko'rish kerak. O'sha yerdagi hayot bo'lib o'tgan tarixiy voqelikni qancha hurmat qilish kerak. Biz shunday olamiz, Stalinni binolarini buzib tashlaymiz-da, Stalinskiy ampirlarni, o'sha stilistika. Shishadan bino qilib qo'yamiz. Shishadan men maketga doim o'tsam, ichim shilinadi. Men juda yaxshi ko'raman arxitekturasini, Nizomiy pedagogika institutining arxitekturasini. Qaysidir bir nima fermer, misol uchun, o'shani tekislaganda, misol uchun. Olib tashadi, zo'r inavlari bor-edi. Shuni aytaman-da, yoki mana doim xafa bo'laman, boya gaplashdik, balki yozilgandir. Tsumni fasadini qilishgan. Menga juda ham yoqmaydi. Markaziy bankning eski binosini, yo'l binosini nima qilishgan, nima deydi u? Yo'q, shisha emas. Yo'q, alikapon emas, nima qilishyapti hozir? Sariq rangda nima qiladi-yu, fasadni. Travertin qilishganida, tasavvur qiling-da, mana Markaziy bankning unikal arxitekturasi, rasmlarni ko'tarishingiz mumkin-da, travertin qilishganida, bu buzg'unchilik deb o'ylayman. Men hozir qo'rqib turibman, mana sharqda rekonstruksiyasini boshlashgandan keyin bu yoqdagi O'zbekiston tarixi muzeyini ham bir balaq qilib tashlashadimi, oynavand bir narsa qilib tashlashadimi deb qo'rqib turibman-da. Geologiya muzeyini mana uzoqqa bormaydi, mana shu o'tgan kunlarda bo'layotgan voqea. Geologiya muzeyini binosini buzishni boshlashdi. Buzyaptimi? Sotib olingandik, sotib orilgandi. Panoramaldagini aytyapsiz? Yo'q, geologiya muzeyi anovi Shevchenko ko'chasi bilan avtodorojni yonidagi, avtodorojni yonidagi ko'chasi kesishgan chorrahada. Buzib tashyaptimi? Buzishyapti. Hali oxiriga yetgan yo'q, har qalay Toshkentga kelayotganda buzishyapti udi. Borginizcha buzib bo'ladi, bizangiga tez buzadi. Yo'q, u Toshkentning nimasida u? Yuzlaridan bo'lgan bino. Yo'q, men bularni tushunmayman-da. Men qanday
bular anavida nima deydi, vandal deydimi? Vandalizmda bu. G'irt vandalizm shaharni yakson qilishda bu, bilmayman, to'g'risi. Yo'q, mayli, buzganda ham meni eng nima qilganim mana shu qiyofasi bor bo'lgan binolarni fasadini yaltiratib bir narsa qilishga juda ham yomonda bu, buzg'unchilik bu hisoblayman. Filip Moyzerni birlikli arxitektorda kitobi bordi. Toshkent urbanizm degan odam birinchi o'zi 25 yildan beri shu odam shug'ullanadi. Hozir endi moda bo'ldi, keyin jamg'arma shug'ullanyapti hozir. Kitob chiqaribdi qanaqadir jamg'arma. Jamg'arma Milan Politexnicheskiy bilan uni qilishyapti. Yo'q, chiqaribdi, menga sovg'a qilishdi shu kitobdan. Fond forum kitob sovg'a qildi. Uzr. San'at jamg'armasi. Agovorka Pafreydi dedi-ku. San'at jamg'armasi shu Toshkent arxitekturasini katta kitob qilibdi. Buni qo'rqamanda, mana shu kitobni ochib ko'rsangiz, saqlanarmikan, ya'ni 10 yil ichida shu binolar qolganlari ham. Mana aytmoqchi bo'lganim, muallifning kitobi ham bor shekilli. O'shani aytmoqchiman. Binolardagi naqshlarni mana shuncha katta kitob nemis tilida. Nemis tilida qilgan, Toshkent haqida. Arxitektur für bo'ladi, nima bor? Guidebook. Toshkent shahrini arxitekturasi bo'yicha guidebook qilganda, o'shani eski, hozir yangi versiyasi chiqdi. Eski versiyasini ochsangiz, Toshkentda qaysi binolar yo'q bo'lganini ko'rasizda. Birinchi Chorsuv binosi hozir уже yo'q, mana ochasiz. Men aytaman-da, nemis arxitektori shug'ullangan shu marsrutlari borda. Masalan, qayerga borish, Chilonzordagi marshrutizatsiya qilgan mana bu mozaikalar bo'yicha ana bor-ku, mavzuni ko'tarilgan asli birinchi bo'lib mana shu odam ko'targan. Hozir hamma shu bilan shug'ullanyapti. Mayli ko'p gapirilsin. O'sha jamg'arma menimcha harakat qildi, UNESCOga 80 tasini saqlab, binoni 80 ta domni saqlab qolishdi. Ham hozir UNESCOga hujjat ro'yxatini qilishyapti. Mayli, hech bo'lmay kim birinchi bo'lib gapirgan, ikkinchi bo'lib gapirgan farqi yo'q, shug'ullanishyapti, asrab qolishyapti. Lekin o'sha tashkilotni ham kuchaytmayapti-da, aka. Bo'pti, Toshkentdagi har qalay yig'i-sig'i bor, tushunadigan odamlarda ohi bor, har qalay bor-da. Viloyatlarda nima bo'layotganini tasavvur qiling. Buxoroda misol uchun uzoqqa bormayman, buzib tashashdi. 30 gektar joyda buzib tashashdi, tep-tekis qilib. Ammo viloyat hokimiyati unikal arxitekturaga ega bo'lgan bino bo'lganda, takrorlanmas, ya'ni boshqa yo'q-da, buzib tashashdi. Hozir ana Singapurlik investorda puli yo'q, bankrotlik yoqasida turibdi degan gaplar bor har qalay. Nima ham, Zeramax ham xuddi shunaqa yo'ldan yurganida, bilmayman, bular yo'li ham o'xshaydi bularning. Zeramax nimaga qarab qo'yadilar? Kimga qaraydi? Mani aloqam yo'q lekin. Aytmoqchi bo'lganimki, hozir yaxshi odamlar ham bor-da, O'zbekiston faqatgina nimalardan iborat emas, yaxshi odamlar ham bor, faqat ularning ovozi kam chiqadi-da, ko'proq chiqishi kerak o'zi. Shunaqa taklif kiritilibdi, o'sha 30 gektar joyda yashil hududga aylantirish. Mana shu qilgan jinoyatlarini men jinoyat deb o'ylayman, buzilish bilan bog'liq bo'lgan narsani. Hech bo'lmasa bir qismini yuvardi agar yashil hudud bo'lib qolgan. O'sha stadion ham shuning ichiga kirganmi? Stadion kirgan, kutubxona kirgan, kollej kirgan, prokuratura binosi, hokimiyat binosi, ikkita hokimiyat, viloyat hokimiyati, shahar hokimiyati binosi 25 ta 29 ta agar adashmasam bino buzilgan. Buxoro palasi-chi, uni hammi? Yo'q, qolganlarmi yo'q? Yo'q, bilmayman. Bu Buxoro palasi boshqa tarafda edi shekilli. Qisqasi o'sha buzilgan hududda hozir qurilish mana o'tgan yil aprelda tep-tekis qilib bo'lishgan. 1 yil bo'ldi. Mana ko'rsatuvlar chiqsa 1 yil bo'ladi. Hech narsa qilingan yo'q, chunki puli yo'q. Investor o'zi puli ham bo'lmagan avval boshdan, chunki u pulni qaysidir boshqa proyektdan chiqarib berish kerak bo'lganda. Avvalgi sxemalar ham shunaqa bo'lgan o'zi aslida. Endi agar shu joy tasavvur qiling, O'zbekiston hamjamiyati, ya'ni jamoatchiligimiz ta'siri yoki yaxshi odamlar ta'siri tufayli yoki xato qilgan odamlar bo'pti, xato qilibmiz deb turib tan olsa-yu, yashil hudud bo'lib qolsa, park bo'lib qolsa, bugun borgan parkimizda tasavvur qiling, qanaqa joyga aylanadi. Zo'r bu Buxoro havosi issiq. Bu yil UNESCOning sammiti O'zbekistonda o'tadi, bilsangiz. Yo'q, xabarim yo'q. O'zbekistonda tarixida, UNESCOning tarixida birinchi marta UNESCOning sammiti nimadan tashqarida, UNESCOning ofisidan tashqarida o'tyapti. Ya'ni Parijda emas, Toshkentda o'tyapti. Samarqandda o'tyapti, uzr, adashdim. Samarqandda o'tyapti. UNESCO ham qo'llab-quvvatlardi hech bo'lmasa deyman-da.
Men ham nimasman endi nimadan qo'rqyapman hozir? UNESCO Samarqandda o'tadi deyapsiz-ku. Bu UNESCO Samarqandga o'tish jarayonida shu UNESKOga kirgan binolarimizga bir gap bo'lmasa bo'lmaydi. Remont katta sammit qilamiz, bizda remont qilamiz hamma joyda. Buni aytganingizdek travertin tortib olmasak bo'ldi, boya g'isht ustidan UNESKOga tayyorgarlik ko'rib. UNESCO o'zi ham kelib nima qildik deb. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham Buxoro to'g'risida xavotirlar bildirilgan UNESCO tomonidan ham, lekin bilmayman qanchalik kuchli manfaat bo'lganki, hattoki o'sha UNESKOning xavotirlariga ham siz o'zbek xalqining ustiga-ku siz X chizib tashlashgan. Sanlar ham odammisanlar deb X chizib tashlashgan, sanlar fikring nima deb. Lekin bizda hech bo'lmasa tiyib turish xalqaro institutlarga nisbatan bor-da. Ya'ni ularda fikriga nisbatan quloq solish yoki inobatga olish bor. UNESKOga ham X qilib chizib tashlashdi-da. Shahar sabzichi. Unda nimaga bizda o'tyapti? U avvalroq qaror qabul qilingandi. Buxoro o'tgan yil 2024 da buzilgan. Bu Samarqandda sammit o'tkazish va gapingiz to'g'ri. Agar UNESCO jiddiy olgan bo'lganda, bo'ldi, men bu sammitga Toshkentda, Samarqandda o'tkazmayman deb masalan ko'ndan ham qo'yish ham mumkin edi. Misol uchun-da, jiddiy olganda. O'z byurokratiya ham o'zi oxirgi paytda juda o'zbeklashib ketib qolyapti. O'zi bu tarafdagilar o'sha taraf ketyapti aka. Ha, sizlardan so'ramoqchi bo'lganim, qishni qanday o'tkazdinglar? Kecha bu haqda ham gaplashdik, o'zi Myunxen qanday iqtisodiy, energetik muammolar bo'lmadimi? Svet o'chmadi aka. Uylarga kirib issiq uylar, Svet o'chmadi, gaz o'chmadi. Narxlar pasaygan. Mana shu gap hayron, mana eshitganlar eshitsa g'alati bo'lishi mumkin. Ikkisi ham o'sha narxlar, gaz narxlarining pasayishi hisobiga yillik hisob-kitobda shu 1,5 ming, 1,800 dollar atrofida hisob-kitob qilib orqaga qaytarib berishibdi. Mana tasavvur qilinglar, bozor qanday ishlash kerak. Buni predistoriyasi qanaqa? 2023-yilda gaz narxlari reski birdan ko'tarilib ketib qolgan. 1000 kubasi agar adashmasam shu 1,5 ming dollargacha yetib qolgan edi. O'tgan yili o'sha Yevropa gaz bozoriga Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Kanadadan suyultirilgan gaz yetkazib berish boshlangan, gaz narxlari birdaniga tushib ketgan. 500 dollar, 550 dollarga tushib ketgan. Shuni natijasi mana iste'molchilar ham yutgan. Benzin narxlari ham tushgan. Benzin ham 220 ga ko'tarilib ketgandi-da. 220-240 orasida edi. Hozir 160, 170 orasida. Kecha 166 ko'rdim. Bozor, demak, bozordagi o'zgarishlar narxlarda aks etar ekan. Bizda neft narxi oshsa ham benzin narxi ko'tariladi, neft narxi tushsa ham benzin narxi ko'tariladi. Faqat ko'tariladi. Mana deydi, urush boshlanganda hech esimdan chiqmaydi-da. Rossiya propagandasi bor-ku, telefon qilib Toshkentdan qishda sovqotmayapsizlarmi? Sizdan so'raganmi? Ha, so'raganda. Qishda bizlab Yevropa bizlab qolayotganmiz dedi. O'sha paytda men dedi, jumragini burib o'chirib qo'yamiz deb. Shu Rossiya urush boshladi, vahima Yevropa muzlab o'ladi deyildi. Oqibatini biz ko'rdik-da. Lekin men nimasiga qoyil qoldim Otabek aka, bo'ynaki byurokratiya. Yo'q, biznikilar hisobida alamini bizdan olishdimi deyman. Ularmi? Shu Rossiya deylardi, nimasini nomidan o'yin qiladiganlar alamini bizdan oldimi ekan deb o'ylayman-da. Bizda lekin oshdi narx, o'shanda 2 marta. Ha, oshdi, конечно. 200 yevrodan 400 yevro hukumat berdi, kompensatsiya berdi. Shunday bo'lsa ham bozorda qandaydir bozor ishlaydi aytganingizdek. Mo'jizali ekan. Da, bular qayerdandir pul topdi-da, pulni o'sha pul bo'lsa, mahsulot topiladi deganda, bular topdi, Qatarga bordilar, boshqa joyga bordi. Endi qayerdan keldi bilmayman. Ish qilib olib kelib, o'sha kecha mana qildik, Amsterdamda kofe ichib o'tirsangiz, ana shu tankerlar bilan, kichkina tankerchalar bilan qatnadi-da, gaz qatnadi, xuddi moshin qatnaganday qatnadi-da o'sha urush yili. Urush yozi. Bular qishga tayyorgarlik ko'rayotganda o'sha yozida, avgust oyi edi. Ko'tarildi narx. Lekin uzilish bo'lgani yo'q. Uzilish bo'lgani yo'qda, yana muvozanatni joyiga olib keldi bular. Qaytdi narxlar. Narxlar qaytdi, chunki zapas bor, bozor to'yingan. Bu yil qish ham rosa vahima qildi. Chunki nimadan Ukraina orqali ham tranzit to'xtadi-ku, to'liq to'xtadi. Mana endi Yevropa muzlaydi deb rosa umid qilishdi. Yevropa yana muzlamadi-da. Yo'q, havo ham yaxshi keldi. Fevralda bizda gaz bo'lmadi. Yevropa muzlamadi, lekin fevralda O'zbekistonda gaz bo'lmadi-da. Trampga rahmat aytyapmiz yana.
chunki Yevropada yana 800 milliardlik shartnoma qilinyapti. Boshida gaplashdik-ku, qurol yaroq bo'yicha mustaqillik. Shu joyda ham ko'pchilik Trampga rahmat aytyapti-da, bu yoqda ko'rsangiz ham ko'pchilik o'sha mana bu tarafga, ya'ni qurol yaroqqa sarflanish kerak bo'lgan narsani doim Germaniyaning ichida ham qarshi chiqilardi. Chunki Germaniya ham o'zini qurolsizlantirgan va NATOga to'laqonli ishonganda endi Yevropa ham. Va hozirgi partiya ham mana eng yuqori CDU-CSU kelgan partiya ham saylov oldi va'dasi boshqacha bo'lgan. Lekin Tramp bayonotlaridan keyin teskarisiga o'zgarib ketdi. Trampning bayonotlariga-ku, buni qo'ying, hamisha hech kim jiddiy olmagan. Masalan, men ham jiddiy olmaganman. Bu Tramp ma'muriyatga kelgungacha beradigan auditoriya ritorikasi doim bo'lgan, o'zgarmas. Lekin amalda bo'lmaganda, amalga joriy qilinmagan. Bular ishonmagan, menimcha. Va birinchi ma'muriyatda, Trampning birinchi ma'muriyatida ham shunaqa ritorika bo'lgan, amalda bo'lmagan-ku. Mana Trampga nisbatan yagona reaksiya buni muddatini kutib o'tkazib yuborishimiz kerak degan reaksiya bo'lganda, birinchi muddatda ham. 4 yildan keyin ketadi baribir degan reaksiya bo'lganda. Kecha bitta zo'r gap eshitdim-da aka, podkastda qaysida. Yevropa deydi, qachongacha deydi, Pensilvaniyadagi 20 mingta ovoz beradigan odamlarni ko'zi qarashiga qarab deydi, 400 millionli Yevropa deydi, qarab deydi, kutish kerak. Zo'r gap. Yuragini ushlab Pensilvaniyaga 21 ming dedimi? 20 ming saylov hal qilganda ana uni kim yutishini. O'sha deydi, o'sha saylovchini deydi, butun Yevropa deydi, aytaman, haqiqatan hamda. Yo'q, Yevropa o'zining subyektligiga resurslar bo'lishi, imkoniyatlar bo'lishiga qaramasdan o'zining subyektligiga ishonmaganda. Shunaqa. Hali qaram, doimo o'zini boqimanda deb hisoblagan, aslida qo'lidan juda ko'p ish keladigan ayollar ersiz och qolaman degandek uzr shunaqa o'xshatish bor-da. Er bo'lmasa ochdan och qolaman, ochdan och qolmaydi. Vaholanki och qolmaydi. Yevropa ham shunaqada, shu Amerika bo'lmasa go'yoki himoyasiz qolib ketadi. Shunaqa. Tugatib beramizmi sekin? Nima qildi? Boyni aytdingiz-ku, o'zbeklar hamma o'zining kuxnyasi bilan o'zbeklar yonbosh shuna qaysi mamlakatga borsa, qayerga borsa, doim oshi bilan yuradi, somsasi bilan yuradi. Biz ham hozir mana podkastni yakunlab osh qilmoqchimiz. Balki qo'yib ketasizlar rasmlarini, chiqqan oshni. Shu endi oshga marhamat, oshga ketamiz endi. Sog' bo'linglar. Mayli, rahmat. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, Otabek aka. Sizga ham rahmat. zo'r bo'ldi.